Acil! Yürüyüşleşmelerle eksport kılış, yeni Yaponiya kimyasallık zavodunun en yeni kararı mı? Hazır yürüyüşleştirilgen skillerini eksport kılışının bazıları işittik. Eğer muvaffakiyet kazını alırsak, Xeyriye dala bəs bilen kilidi. Bizning kimyasallık işlerimiz burun kadar kendi ronak tapıdı. Zavodda paraxutun üstüde kurup sırtqı çıkırışını ben anca kuvvetlemeyin. Emiratsiz, birinci numaralık paraxut bilen, ikinci numaralık prestan. Çoğun paraxutla kontrol kılındı. Bu yaxşı emas mı? Bizge yana iş çıktı da. Şundak. Keşke berip təbriklayınız mı hamsa? Belki belli boğum battı. Lekin azırak işim durdu. Bugün 11. iyul, kızın keşke kaç bilan devidi. Kızınız mı? Bakta mısa? Bögürlük ekşembe. Vaktin faydalanıp. Üretmekçi olabilir, belli boğumsan olmaydı. Heras, kızınız büyülüne keşkirdi. Ektep kiraydap kaldı. Çünkü çoğun bulup gitti de. Onun bilen belli moncuğu düşüşümü. Hepsiz bulduğum bulup kaldı. Kayıt geldim. Kayıt geldiniz mi? Aval monçuk düşü olamsız ya ki tamak yap olamsız? Aval monçuk düşü olay. Yalnızı, beni saklavatam siz. Oy, bizi popsuz ko. Dada, bana başlap verin ha. Özünüz bir obda izipsiz ko. Ben bilmeydiğim katlarım pek çok ki. Makul. Seltir biz berey. Su tayarlap koydum, suyunu ilan. Yalnızı. Belli jüyneyle. İş kiyimlerinizni seltirip monçuğa kirip koyma, ha? Nakıl! Dada, yıldızlar yılda bir kıtım körüşemdi. Yıldızlar hava buzulganda yıl boyu körüşmemdi. Bunu balla bahçesi begetti mi? Dadam bile opam körüşeleydi. Dadamız bile apmanızla mı körüşemey? İçip pişirgen çakılları mı buldu da? Çık neslerini verip gittisiz. Yalnız günümüzün sağlam buluşunu dileymen. Abba, benim selamet buluşum hemmeden mühim mu? Şunda, hemmeden mühim. Tiligimizden amelge işi için bunu en ustayız böyle. Dada, bana Steam'i yapkan bu vaktinin resmini süzüp verin ha.
uqdim. Dadangızның şirketi runak tapsın, maaşımı üssün. Dada, ati çıkarayım mı? Ati, çıkar, ati. Biraz. Ati bizden tuncu oğlumuz. Liyazı, ecetçi hizdi o. Dada, ben siz bile oynayayım. Siz yazmama? Yatlık boğuca dadam bilen mesletişimi. Sizde. Abba! Abba! Dişim ağırmadı da. Liyazı, kelime. Endi oğlan he? Ağırma. Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Uxlab qolsangiz yaxshi qolasiz. Oppa, yana bir tanga. Ağırma. Bo'ldi. Endi ishni bo'lmaydi. Hiç gep yoktu. Neymişti bu? O patlatmışını hop kaldı. Başka hiç alamet yok. Ya kızmaydı. Emise doktor gözü bakaydı. Bırak birden keyin umuşulup kaldı. Şuna. Ensirmesek mi bula? Doktor göz tutuşunun acıdı yok. Meyli qandaqligi bo'lmasin, uyog'ingizni sog' salomat tursa bo'ladi. Endi tug'ishli salomatligim yor bermaydi. Bizning uyog'ingizdan boshqa bolamizmi yo'q? Birini demek nayet tez. Yanılı sebep kıyğınız tüzük. Sebep? Bu neyim için? Hanım, siz toğmu yürek tılapat kesiligi giriptar bopsiz. Bu yürek perdesi kesiligi degen gap. Nemi davatsız? Neme? Mende bundaq kesel yo'qdi. Yürek perdesi buzulgan holatda onun alametlerini derhal bayqalı bo'lmaydi. Eng dastlabki bosqichi uzunroq bo'ladi. Chunki yurakning o'zi yordamchilik rolini o'ynab, perdening xizmatini to'liqlaydi. Bola tug'sa, pek xatarlikmi? Ha, shundoq. Rostmi? Emasmi? Yana boshqa biror amal yo'qmi? O'ngishli yangigini bilan bu xonimingizning hayotini saqlab qolib bo'lmaydi. Sizdan o'tmay, men tug'ay. Qandoq bo'lsa umrimni tug'ma. O'lib ketsam mayli, men tug'ma. Shunzi. Sizdan o'tib qolay. Men tug'ay. Shunzi. Balaliq bo'lishni men umid qilaman. Ammo siz men tug'aychi. Men sizdan o'tib qolay. Rahmet sizge. Hayatınızı kaybetişten korkmayın, lağınızın doğup ediniz. Sizge men rahmet etsem buldu. Balamni o'zim boqaman degan ishonchim bo'lmasimi? Mening ra'yimga beqib, tug'ishimga yo'l qo'ydingiz. Rahmet sizge. Tushunsiz.
Yo'q. Menga rahmat demang. Baxtimizga bola xili cho'ngib qoldi. Hammasi sizning ajringiz. Rost, o'g'illikka taqib berib Atiyani o'gitamsiz. U tasli o'tib ketay dedi. Ilangizni o'ynatqash kerak. Xizmatingiz bek jiddiy. Nervingiz haddan ortiq charchaydi. Shun har yakshanbada taqib chiqib havo yeb kelasiz. Lekin ilangiz bek yomon bo'ldi. U doim Atiya bilan o'ynaydi. Atiya xuddi uning dadasidek. Atiya xuddi dadasidek? Atiya hamisha ilangiz bilan birga o'ynaydi. Hey, Atiya. Sen rastlı mı okşamsa? Sizce? Belime. Kulağı bir de kamrak. Bu dedim, ben sizni keçiray. Nime? Bu dedime. Sizge gap deb belgil bo'lmaydi. Amsa, kelgan navbatning birga o'tirib o'ynatdim. Xuddi ilk chog'dagidek. Uxlayli. Belli, yaxşı. Yaxşı. Ha? Yaxşı. Lianzi. Bu bal ne ketkendi? Ati, bu dönem berip, ol cinep kilse. Ha. Nima? Bu sazan bu. Sazan gap qilyotdi. Oyoqdagi bilan miyadagi gaplashyotdilar. Sazanni gap qilalamdi. Ha, gap qiladi. Oyadagi sayravotdi, miyadagi sayravotdi. Ji. Hey, bu yoqqa kelinglar. Yubo'g'e. Sazan sayramdi. Yaraydi. Yolg'on, yolg'on. Sazan sayrmaydi. Lianzi. Opa. Ne bo'ldi? Birisi bo'zaq qildimi seni? O yomon gap qildi. Yolg'on gap qildi. Sazan sayri
sayırdı deydi. Sazan sayırmaydı. Sazan? Neymiş bunda yağan geplerini depşirsiz. Bunda kısınız başkalar sizni bozacak tamam mı? Ben yağan gep kılmadım. Sazan mı gep kılalandı? Sazda mı gep kıldı? Liyanzı men hacı parakendlik betti. Neymiş? O sazan sayrıydı deydi. Sazan? O sazan önlep ketiyip gep kıldı depti. Şunu balla onu yağancı dep bozak kıptı. O mektep kirse çarsız kalınız. Ben onunla bir mançı gep kıldım. O yenile rastlap turup aldı. Siz optarak gep kıp koyun. Yani yağan gep kıpşır mısın? Yalnızı. Yalgan etsiniz olmaydı cuma. Ben yalgan etmedim. Yalnızı. Yalgan etkiş olma. Ben zaten yalgan etmedim bu. Sazan gap kıldı depsiz go. Bu yalgan emas mı? Siz yalgan etadigan bolsanız. Apanız chiqimiz, bakın bir yaram bolamiz. Hatalıkını bilgen hemen, hatalıkını tanış gerek. Ben hata kılmadım. Yalnızı. Ben sizlerden toydum. Hacı, ben zaten yalgan etmedim. Ha? Sazan rast gep kıldı bu. Şunza, qo'laqliqini. Aşağı koygandım bu. Nega qo'ydingiz? Ben tip beray. Yo'q-ku. Mana meyede. Qani. Mana. Bo'ptimi? Bo'pti. Liyanzi, dadingiz xo'shdan. Nima? Dadamdan qo'yib to'ydim. Rasmi hajji. Yalnızı, do'stlaringiz bilan urushma o'ynang, ha? Bu loyiha xuddi sizlar ko'rib turgan mana chertoj o'xshaydi. Oddiy qilib aytganda, zavodning yurishtirgan uskunlari paraxod ustiga quriladi. Shuning bilan mal zakaz qiluvchi davlatlarning dengiz qirg'og'ida to'xtab, mahsulot ishlab chiqarg'ili bo'ladi. Bu loyiha mana shunday. Agar mumkin bo'lsa, yurishtirgan uskunlarni burunqidek nurg'un odam avatib, naq maydonda qurashtirgan qaraganda, paraxod bilan to'shish ko'p azan to'xtaydi. Shundoq deyishga bo'ladiki, bu yurishtirgan uskunlarni sirtqi chiqarishga inqilob. Xeyli ig'irlikni ko'tara oladigan paraxodni yasab chiqilib bo'lamdi yo'q degan masalada ba'zi ishdoshlarimiz toz ishonch qilmayotdi. Men bu xil paraxodning chertojini sizib chiqdim. Bundaq paraxod yasash imkoniyati aloqador o'rinlarning e'tirof qilishiga erishmoqda. Hozirgi ahvol xuddi cho'jinatdan aytgandek, bundaq paraxodni yasash shirkatimizga munosabatli bo'lib qolmasdan, butkul kiyim-sozlik ishlarini kasatchilikdan qutuldirishga munosabatli zo'r ish. Bir o'qtirishda mal zakaz qilish plani shirkatimizga yuklandi. Shunga sizlarning darhol tayyorlik qilishingizni umid qilaman. Dadam bilan opamdan to'ydim degan gapni. Liyanzi deydimi? Mo'sh yoshdagi bolalarga ota-ona bo'g'uvchi ulgu bo'lishi kerak. Meningcha, bolaning ota-onaga bo'lgan ishonchsizligini tezda bir taraf qilmay bo'lmaydi. Shunga sizni alohida chaqirgan.
Yaxşı, daim şundaq öz yalğız oynandı. Daim şundaq degil olmaydı. Köp hallarda öz yalğız oynaydı. Onun üstüge Yalğızının yalğan etkinini, toydum deginini men mi bir neçe qitim anlap qaldım. Meningçe bunun sebebi ata-anığı boğan işenmezlikte boz gerek. Muş yaştaki ballarının köңlini sel rencitip koysanız, ular şu aman tomsayıp kalıdı. Yığındaki ticaret orduğu basam, hem adam yan durup tayyor bulup duruptu. Çocuğum, bu işe satılış bir atkan kimi sazlık pişirdi, yaxşılış peyda kılıcı mı? Şunlar. Bırak, bu yaxşılıkның alameti. Xiyalının çoğunu kılaylı. Yıkılsak mı, tügüdün yıkılaylı, ha? Çocuğum, bırak emelge aşı oğlu bolar mı? Buludu. Benim işençim kamil. Sizge emanet. Sizge emanet. Yeni netice kazanışımız için kütüreylik. Kütüreylik. Qaytib geldim. Harak içip sizde. Köpçülük bilen birle azırak içip koydum. Obdarak işleymen. Cindo'nun tuzluğan sibamı. Azırak tamak yegim var. Bugün beni vallahi bağçısından çağırtıp dike. Vallahi bağçısı? Liyansı, yöncağını aldı da dadam bilen apamdan toydum deptu. Yani, vallahi bağçısız gibi bir bala, liyansı, yağan etti deptu. Şuna, liyansı, bağın sırı, yağı sırap kaydıttı. Muşundaq buluyverse, hatırcam bulamıqdakmiz. Men, neni qilishimni bilemiyotim. Siz liyansı bilen köprek dilli bolsanız, yaxshi bo'ladi. Uqdim. Bundan keyin imkon bor liyansı bilen dilli bo'lay. Atiya bilan o'g'il chiqmayman. Rostmi? Rost. Sizni endi hargiz g'amda qo'ymayman. Bo'ling, berib tamak eting. Yalnız aldığımızda yaşamda şehir sırtına çıkıp oynap gelemdik. Apanız bilen ATM'i bile vardı. Yalğan, siz ATM bilen bile varsınız. Siz daim yalğan etsiniz. Yıkının çırayını kullanın. İşenmeymen. Ben yalgan etmeymen. Rast. Bundan keyin ATM bilen yalğız çıkmayman. Bunu sizge verey. Alamsız. Almam.
Sizga pishtak chelishni o'rgatib qo'yay. Bu bir xil sehrli pishtak. Buning ovozini faqat otiyla anglayoladi. Siz pishtakni chelib, uni bilan sezisha olasiz, to'xtangizmi? Qarang. Oldu mu? Yalnız. Çelip görüp bakın. Yalnız. Atiyen çakış belgesini ben sizge öğretsem, siz onu qandaq bilip aldınız? Püştagini 2 qitim çalsa, Atiyenin qaytib keldiğini qandaq uqib aldınız? Siz şundak çaldınız mı? Lekin siz ovozni anglayolmaysiz. Anlayamayım ben. Anlayalamsiz? Dadam işenmeydiken. Nasıl anladınız mı? Yalnız bu ovozni nasıl anlayalamsiz? Bip bip. Şunzu! Neyim oldu? Bunun ovozini yalnız anlayalaydı. Bunun ovozini anglayolам degan. Yalnız aslida biz anglayolmaydigan ovozlarni anglayalaydik. Anladım siz. Adetki kişiler 16 girişten 20 giriş tevrinişlik avazlarını anlayalaydı. Ayrım ballarda 30 bin giriş tevrinişlik avazlarını mı anlayalaydığın iktidar buludu. Sen götür bakaylı. Kırk bin giriş. Anladım siz. Yana biraz götürüp bakaylı. 50 bin giriş. Anladım siz. Kızınız hazır özünüz kögendek 50 bin giriş tevrinişlik yokur avazlarını anlayalaydıkken. Naytroşen ki bu ultra anlasizmi. Demek onun anlasizmi adetini taşkırı. Kızınız bazı da sebepsizle beşim ağrıvatıdı o demdi. Ras, pat şundaq deydi. O adetdeki kişiler anlayalaydigan avazlardan sırf hayvanlar çıkargan ultra avaz dolkununu, her xil maşınlarının, üskünlerinin avazını, elektrik dolkununu anlayalaydı. Şu onu avaz kelkini garip olup ketdi deyişki buludu. Onun beşi mana şu sebepten ağrıydı. Davalaşın amalı var mı? Yok. Ama ansırmısınız mı buludu? Adette yaşının çoğu işi əgişib, kulak perdesi kılılışıyordu. Anlasizmi bağansıra acizleşiyordu. Xuddi qalqansıman bezge oxşaş. Başlanmış mektepnin 4-5 yıllıqlarga bağanda özlüğünü yaxşı qoludu. Eğer yani beşim ağrıdı dese, avazlarını anlamaslığı için kulağını etip koyunlar. Davalatmayı bu şundaq boldu qısa, Liyaz'ın salametliğe tesir etip kalmaz mı?
ta'sir yetmaydi. Xotirjam bo'linglar. Liyazını doğmagan bo'lsam bo'pti-ki. Yo'qlan gaplarni qilma. Biroq balığı bek yomon bo'ldi. Ko'chilik ovozlarni yetib ashatdi. Lekin yalnız boshqalar anglayamaydigan ovozlarni anglayalaydik. Ammo Leon'zini ayt saqlam turayotmanda. O maqbalimizga ikkinchidan qarsak yaxshi emasmi? Bo'ldi. Tetikroq bo'ling. Dada, ekitaydim. Leon'zi, biz yaxshi qilmabdik. Bizni kechiring. Siz yalğan gap qilmabsiz. Sazanın gap qilganini rostilla anglabsiz. Bizni kechiring. Sizga bekor aytdimiz. Bizdan to'yib ketdingizmi? Rostdan aytaymi? Seni pek yaxshi ko'raman. O şeytan. Yaxshi. Endi olti qitimchilar. Hocam çakırvatıdı. Ruhsatma. Kıram. Çocuğun efendi. Yürüyüşleştirilgen üskünlerini eksport kılış işimiz soğuçlaştı. Soğuçlaştı demsiz? Dompun Soğuk Kooperativi burunki kararını inavsiz kılıp, Jidon kimyasazlık zavodi bilen to'xtab tuzibdi. Buni bugun e'lon qilish mumkin. Abzaqla. Jamiyat o'zgarib, razilishib ketyapti. Ilgari mushu darajada nurg'un parxotlarning yaslayotganligini ko'rib turadi.
Şunzu. Ne oldu? O yeni uxladı. Film yaxshi, adi hoşu ve geçke yoldan ötkenler. Liyansın öyge akip koydu. Puştigіңізге köp rahmet. Bas. Yalnız apşarka püştügüdüm, obdan paydım etti. Ben bir yardımcı gelişip kılışını oylamadı ekenmen. Ben yenil ansiraydı ekenmen. Nime? Atiye bilen naçsırak ketken çeği onun şunca gep kısamı ağlamay koydu. Hiç vakası yok. Liyansının başka dostu bulmağaşka. O elbet Atiye bilen icidi o gidiyordu. Sırtlağı çıkanın salametlik faydası var. Şunun bilen onun könlü yorup kalıdı. Bırak şu... Yeni de Atiye bolsalar. Ensirashning hojati yo'q. Atiye odatdagi afsharkalardan emas. O afsharkasi sifatida qattiq o'rgatilgan. Qandoq ish yuz bersin, u cho'qim liyansini qo'llaydi. Atiye. Jafo chekibsan. Yaxshi. Karamat ish qilibsan, ha? Liyansini sana topshirdim. Liyans'ı tek çıkaytıp gelmeye oturdu. Atiye bilen bilemedi. Naştan ilgili aynı dileydi. Abla. Xeyli boп qaptı. Atiye, ne bo'ldi? Nima vaqa bu? Nima ish bo'ldi? Nima? Mening qizim, kichik bir qizchaq mavi ish bilan bildi. Sizning qizingiz mitdi? O to'satdan o'rmonda yugurib chiqib, motoyimga so'qilib ketdi. Motoyim qadin chiqdi. Men sizdan buni emas, qizim qanday so'rayapman. Qizingizning hech yer yaralanmadi. Kassidan terisi surilib ketdi. Ziyanni mana men tatdim. Tuyuqsiz tormoz qilib, inertiyali kuch bilan motoyimda yiqilib tushdim. Motoyim qadin chiqdi. Mening qizim qani? Yo'ldan o'tgan mashinadagilar har ehtimolga qarshi qizingizni doktorxonaga olib ketdi. Qaysi doktorxonaga? Buni men o'qimayman. Saqchi xabar qilib qo'yayli, sen mishat turibdi degandi. Hodisa uchirgan qizchaqni doktorxonaga ketibdi. Qaysi doktorxonaga ketgandi? Hodisa nada yuz beribdi? Sizlar xabar qilganda qildi-ku. O'rmon kirdigan joyda qizchaq motoga so'qilib ketgan. O'rmon kirdigan joyda bo'lsa, masha xabar qilsa bo'ladi. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, mahkamadan so'rab boqayli. Sizga topshirdim. Siz degan hodisani mahkamaga xabar qilmabdi. Darvaqa o'lkilik doktorxonaga olib ketganligi to'g'risida xabarmi yo'q? Bu mumkin emas.
Afşarka püştigi avazsız püştegi. Kızcak, hayatlık dəhşət küçüyü püştigini çalgın. Kemisazlık zavutunun icleri Çivcin Sılan bilen onun ayarlı şünüzü, yalğız kızı Lyanzı'nın anlaş sözümünün gayerligini, adeti kişiler anlayamaydıgan oltır avaz dolkununu anlayalaydıganlığını tutup, naiti tesadübiyle pes kıldı. Bir günü Lyanzı özünün amrak apşarkısı bilen püştigini elip oynagılı çıkıp, ormanda izdireksi yokap ketdi. Çivcin apşarkının uqtırışı bilen ormana gelip, ötkinçilerden birinin Lyanzı'nın maşinası doktorxana ep ketkenligini tuttu. Lekin ejebinlerlik şu ki, bu hadiseden Sakşı Mahkemesi'nin ve doktorxananın xavri yok ekan. Çivcin bilen şunzi intayin bir aram boluştu. Dal şu çağda Lyanzı direksiz yo'qolgan ormandan bir jasad topildi. Bundaqda oldi bilan hodisa yuz bergan naq maydonga berib, tafsiliy tekshirib chiqay. Ansa sizni topshirdi. Apıl. Uqtum. Derhal ormana baray. Vaqa yüz beribdi. Men naq maydonga derhal bormsam bo'lmaydi. Siz uyingizga qaytib xabar kuting. Manga chaqchaq qilyapsiz nima? Mening qizimchi? Doktorxonadan uyingizga bevosita telefon berish mumkin. Aras. Maqag'izga telefon nomeringizni qoldirib keting. Kechiring. Koyun zeriktim. Vallahi oynagılı çıkıp ketkendim. Şu avazı ağlasam. Balam bir falaketli yoluktu mikin dep ensireyim. Acaba müjrak alıp gitmişim. Siz! Lyanzı neyim boptu? Beşikisi yok. Moto urib etken qilqapti. Faqat chiqib chiqdi. Qaysi doktorxonadagi? Men berib boqaman. Qaysi doktorxonadagi bilmedim. Bilmedim. Hozir soqchilar izlayapti. Doktorxonadan bevosita uyga telefon kelib qilishi mumkin. Juring, uyga berib saqlab boqaylik. Tushunsa. Nimanda qoldi? Boshqa iloj yo'q, saqlayli. Meni kechiring. Soqchilar nima qilyotganda? Kechiring. Hech vaqt yo'q. Men soqchi mahkamasiga yana bir berib boqay. Hey, men Chujin. Amsa Lyanzı shundaqmi? Bu soy universal doktorxonasidami? Ben hozirli baray. Hey, xatolashmagansiz. Chujin Lyanzımi? Rahmat sizga. Lyanzı ishim bo'lmabdi. Ish yeri garlanmabdi. Berib olayli.
Bu yoqqa keling. Qizinglarni ko'rishdan avval sizlarga ikki yig'iz gap qilib qo'yay. Nemi to'g'riliq? Qizingiz xotirasini qisman yo'qotdi. Xotirasini yo'qotibdi? Biroq unchalar ansirab ketmang. Qolgan taraflari yaxshi. Cho'jingizni o'z ismini, shundaqla āpşarkası bilan o'rmonga o'ynag'ilib borganligini aniq biladi ekan. Bu uning esida aniq turibdi. Lekin uningdan keyingisini doktorxonaga kelgichi bo'lgan orliq ishlarni bilmaydi ekan. Hodisini-chi? Bilmaydi ekan. Biz bu xil hodisani xotir yo'qchi kasalligi deb ataymiz. Qizingizdek teni ojiz bolalar qo'rqib ketsa yoki qattiq cho'chib ketsa, ro'yijatdan zarbaga uchirgan qisqa vaqt ichida ularda g'ayri ahvol ko'rdi. Yurak kilapini o'zigidan itilib qoladi. Zarba o'tib ketgandan keyin yurak kilapini yana o'zigidan ichiladi. Mana shu orliqdagi xotira tabiiy holda yo'q bo'ladi. Meningcha qizingizning ahvoli mushundaq bo'lsa kerak. Undaqda onunla modaciz sabab bo'libdi-da. Shuning ta'siridandir. Men doktorlik burchim ustidan sizlardan o'tinib qolay. Qizinglardan xotirasini yo'qotgan orliqdagi ishlarni surishtirmasanglar. Buningdagi sabab xotirasini yo'qotuvchi kishini qiyishtiradigan ishlarni unutishni xohlaydi. Bu qizinglarning qo'g'dinish iqtidori. Shunga bularni aslatishning hojati yo'q. Agar uni aslashga majburlasanglar, bu sizlarga nurg'un avorchiliklarni tug'dirishi mumkin. Ish yo'qdi. Bir yeringiz og'rimaydiganda. Men qanday qilib doktorxonaga kelib qoldim? Bitap bo'lib qolib ekansiz. Siz uxlab qolgandim shaya kelgan. Meni atiya kelganda? Yo'q. Natunish bir tog'ingiz kelibdi. Otangiz bilan menga atiya xabar qilib keldi. Shuni opam bilan ishqilib bu doktorxonaga kelib ketsa-da. Men uxlashga ilgari atiya meni qutqizol deb to'g'ligan. Atiyaga rahmat desam bo'lg'idek. Uxlab qoldimi? Xeyli tezda. Toz charchabdim bugun. Herhalde cho'ng ish bo'lmadi. Bu kungimiz shukri. Shunza. Boshliq chepib yursangiz cheta olamsiz. Sizning yuragingiz. Ishqis yo'q. Herhalde qat qiling. Balaning xotirasini yo'qotishi shu hodisadan bo'lganmidi? Bu nima deganingiz? Buningga balaning anglash sezimining normalsizligi sabab bo'ldimi-ki deyman. Doktor aytdi-ku hodisa sababini deb. Anglash sezimining normalsizligini saqayt qilib bo'lmasmi? Ben konununuzu düşünemem. Şundaqdımı bu işten oylayamam. Birden bir amal xotirasining tabiatga kelishini kutish. Onun ishkimizdan qaraydi. Әдді балалар бағышсызгілерінің yana onu yağancı deydiğini oylasam көңілім бәх yerim болды. Sazanın avazını anlayalaydı olsa onunla mı oval? O püştekinçilip başkalarının avazı yaxşı mı kedep sorsa yani yağan söz avadı deydi de o ballar bağışsızdan çıkıp mektep kirse taladı bulduğu vakti teximi uzuraydı. Adamın içi ağrıydı ki. Şunza, bizning anlash sezimimiz normalsiz dostça. He? Bizning mi? To'g'ri. Shunday qilaylik. Sazonning ovozini, afshar pushtigining ovozini faqat uchimiz anglayalaymiz. Bu bir sir. Shuna buni hech kimga aytmaymiz. Ras, buni bo'ladigan amal ekan. Lekin buni yang'izga o'zingiz ayting. Ma'qul. Bizni uxlaylik.
Bugün etigen saat 8'den 30 minutlar ötkende, Dumo şəhərinin Qarğay edirligidagi ormanda oq bilan etib öldürülgan bir erman jasadi tepildi. Naq maydon yangi qurilgan o'ltiraq joy rayonining ichida. Jasadni shu rayonda o'ltirishliq shirkat xizmatchilari havoga chiqqan chig'ida tasodif uchirtib darhol 110 ga ma'lum qilgan. Ziyonkashlikka uchirg'ichi 30 yosh atrofida. Kostyum burlik kiygan. Qarmoqqa shirkat xizmatchisiga o'xshaydi. Salohiyati va boshqalar texnik aniqlanmadi. Demek ki ciddi signal. Muş en süçünkende. Belki. Yalnız şu enzinin şahidi buluşu mümkün. Şundak mıdır? Doktor baya. Yalnızını motosiklet etkendiğim kim emez. Ormanlık vaktinin tatlıda hatirisini yokatkan dedi o. Ne mi degen için aşağı? Doktorun digini boyunca onun qanday ishni eslattirmaslik kerak. Tekshirish tafsilotiga qaraganda bu kishi o'q yurak qismini teshib o'tganlikdan o'lgan. Shu atrofdagi ahvoldan qaraganda ziyonkashlikka uchirg'ichiga o'q boshqa joyda ekan. O'lgichi o'q tekkandan keyin noyimiz qochib kelgan. Uni ertaga soat 7dan 7:30gacha bo'lgan oralikda o'lganda hukm qilish bo'ladi. Mudir, o'lgichining salohiyati aniqlandi. O Dompon Sodik operativining tekshirish bo'limida ishlayotgan ismi Shiyichim 33 yosh. Jumhur rayoni 5-ko'chadagi 305 nomerli uyda o'tirgan kooperativning xizmatchisi. Kooperativ xizmatchisi. Ondan ziyonkashlikka uchirg'ichining ahvoldan qaraganda qotil naq maydonda uning indiki narsalarni ilib olgan. Shunga shaxsiy adovatdan boshqa jihatlarni tekshirishimizga to'g'ri keldi. Bundan tashqari kelganlar bo'lishi mumkin. Mudir, shohidni hozircha qo'yib turaylik. Lekin hozir g'alati gaplar bor. Anlışımca enzi sadık boğan vaqt bilan birli vaqtda yangi o'ltiraq rayonidagi 5 yoshlik bir qizmi hodisiga uchirgan. Bilibdimi? Yo'q. Anlışımca hodisa ta'siridan xotirasini qisman yo'qotgan. Shundaqmi? Biroq qizchaqni o'tkinchi mashinalardan biri Wusangi universal doktorxonasiga olib borgan. Lekin bu yerda vaqt kishini ajablantirdi. Odatda u yerga 10 minut bog'il bo'ldi, biroq 1 soat borgan. Mashina egasi kimga? Bilmayman. Anlışımca qizchaqni doktorxonaga olib qo'yiblar, ismini qoldirmay ketib qolgan. Yalnız. Siz pushtakning ovozini anglay olasizmi? Lekin bu siz, men, opingiz, autoritetimizni mahfiyatligimiz. Buni anglay oladiganligimizni hech kimga aytmaymiz. Bu sirni hech kimga aytmamda. Shundaq. Aytmaymiz. Bu atiya bilan sözleşeladigan pushtak bo'lg'ashqimi? Shundaq. Uqdim. Bu mahfiyatlik. Sazamın sayılışımı mahfiyetlik. Mahfiyatlik. İkimiz kelishayli. Emse, gepimiz gap. Oldu emse. Olduruq qo'yib gülüm. Ben ketdim. Yalnız vallahi bahçesiz bir neçə günü ötküzüp basımı ki. Demişqa. Menimce. Ko'ngilsiz ishlarni unutuldirish uchun uni odatlikdek yurgin yaxshi. Undaqdi, bo'pti. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Fo'jin. Dompon Sodik operativi bizni tashlab, Jidon kimsasiz zavodi bilan to'xtam tuzdi. Bundan keyinda zo'r o'zgarishlar bo'lishi kerak. Shunda hozir kimsasiz sanoatining hayot mamatliq payti. Har qanday ishni qilishni yanmaydi. Esimga solib qo'ydingiz. Dompon Sodik operativi tekshirish bo'limining xizmatchisi o'ldirilgan joy. Sizlarning uyiga yaqinga deyman. Qizim Afsharkasini boshlab doim o'ynaydigan yerda. Elimi talaydi ekan. Bu ishga chetilib qolmabdi. Oliy mehmonxonada bir ayolning o'ldirilganligini uqdingizmi?
tutum. Bu Enzini Şavşi efendi. Siz tutup işlesiniz qanday? Hocam, siz bir ayol öldürülgen işqa nima uchun tashqi ishlar bölümü aralashidi demoqchimi? Mana bunun qarang. Öldürülgeni bir ayol emas. Ma'lum davlat elchixonasining Jonas Katan ismli er xizmatchisi mo öldürülgen. Lekin onun öldürülgenligini maxfiy tutishga to'g'ri keladi. Aras, axborotchilar mo qo'qqanmisin. Şavşi efendi. Nemishqa? Bu hukumatning buyrug'i. Siyosiy jihatdan hal qilishga ikki davlat birdek kelishgan. Ko'p miqdorda haq to'lash yo'li bilan hal qilinsa kerak. Aras, biz bilmoqchi bo'lgan ishlar bu emas. Lekin kim nima maqsadda bu ishga odamni o'ldirdi? Bizning egalishimizga tegishli ishlar mana shular. Keling, mana ko'r bakın. Qiyosimcha bu savdo kooperativi xizmatchisining o'ldirilishi bilan munosabatli bo'lishi kerak. Dongping savdo kooperativining? Lekin Jonas Katan bilan savdo kooperativi xizmatchisining o'ldirilganligi to'g'risida hozircha shahid yo'q. Lekin anzi sodir bo'lgan o'rmonga yaqin joyda o'tirishliq 5 yoshli bir qiz hozir xotirasini qisman yo'qotish oldi turibdi. Olsam bu moto soqatganligidan shundoq bo'lgan yangi tipli xotirasini yo'qotish kasalligi deyildi ekan. Biroq hodisa yuz bergan vaqt bilan bizning mo'lcharimizdagi anzi sodir qilingan vaqt asos jihatdan birdek. Meningcha voqeaning muhim halqasi ashu qizchaqning ilgida bo'lsa kerak. Bu mening farzim. Ya'ni kelib Afrikadagi bir necha davlat bilan Yaponiyaning tashqi munosabati bir qadar murakkab. Shundaqla Amerikani mo ko'z tutmay bo'lmaydi. Qisqasi ehtiyotchilik bilan ish qilish lozim. Tushundim. Shundaqmi? Yaxshi qilibsiz. Oti bilan bugun men qush qayttirgan joyga bordim. Yana shu yerga bordingiz? Oti bir zamonga 5 qush qaytdi. Bu yerda yana g'alati ishga o'qishni ko'rdim. Ko'zingiz mayli emasmi? Ular mendan televizorni so'rayotdi. Siz nima dedingiz? Akashlarga nima dedingiz? Bugun o'rmonda bir nima ko'rgan edingiz? Bilmayman. Liyanzi. Bo'ldi, gap qilmang. Bundaq gaplarni Liyanzidan so'ramang. Biz Şimali Doğma Sakçı Mehkemesi'nden geldik. Neymişinlar ba? Kızınız doğruluk azraq ahvali egelemekçidik. Bugün kızımdan bunu sorga sizler de. Bunda qilsanglar bularmikan? Ota-onaning roziligi bo'lishi kerak. Bola tug'i kichik tursa, Bizi kechiring. Kızınız tasadifen uçuşup kaldı. Şuna biz mu... bolaning hozirgi ahvolini bilamsizlar? Bilamiz. Doktorxonada anladik. Xotirasini qisman yo'qotibdi. Balonda qo'rqinchli ishni unutishtirishayotgan chaqda uni dahshatli ishni eslashga majburlasanglar. Yo'qsa, biz unda qilmoqchi emas. Buni sizmi bilasiz? Qotillik ansiga oid yeb chiqib qolarmikin deb. Bu gapcha anzinida qizimning nima bo'lishiga qaranglar bo'lmaykanda. Bu anzining biz bilan aloqasi yo'q. Bizning tekshirishimizga ozroq imkoniyat bera olamsizlar? G'ayrat qilaman.
2-3 yıl sual so'rab qolsak bo'lmasmi? Bunday so'rishtirish qizim uchun to'lim xatarlik. Hamkorlashish sizlarning majburiyatinglar. Bilamsan shuni? O'z bolasini qo'g'dash ota-onasining majburiyati. Yaxshisi qaytib ketinglar. Bizni tez kun o'tkazib qo'yinglar. Leon'ni ansirman. Demir bo'lmasin, onu ishimiz qo'g'daymiz. Shunzi. O ati balla boshqa bormisin? O'yib bermasga turib qolsin. Dadam opam bizni uydan chiqarmaydi, to'za seribdi. Ha, oti. Yansı. Xodimlarni qisqartamdiki? Anlaşım şirket, Şeyho bilan Fogwendillar 500 da xodimni qisqartmoqchi ekan. Bu ishga ishchilar o'shimiz qarshi turibdi. Lekin oxirgacha tushuntira olamdikin. Shirkat taqilib qolsa, shunda qilmayim, amal yo'q. Yansı. Yansı. Bey, kim bo'ldi? Beyaz yo'q demsiz? Xutum, hazırlı baray. Kim oldu değil mi? Yazımız aldım ipi çıktı. Kızınız bilen birlikte oynayan bir oğul bal körüptü. Onun deyişçe Olturak rayonunun dokmuşida bir er kişi import kılınan maşinaga kızınızı sebep gitipti. Şayet küçük balı oğaçka o balının tepsili ahvalını tutamıdı. Silah kızımın şu ahvalını enik bilip durup yanındaki ormandaki katılık anısı münasebetlik işini çocuğun özünüzde besiyordum. Kızımını aldırıp hep kaçıptı. Birli balı dursa köğününüzü düşünemem. Kızım yan geç sıkılgan oldu. Özünüzden tutuvilin. Bulandı. Hazırgıca kızınızın ormandaki enzik çetişlerini ispatlaydıgan hiç kandak delil yok. Biz imkaniyetinin beritçe tekşürüş ep beriyatimiz. Gepnin kısqısı. Bizge işinin. Menin kızım. Leon'sa. Çokum kızım lan. Leon'sa. Onu çokum kızım lan. Siz oğlan. Ben saklap durayım. Beni keçirim. Onu hindi sürmepti mi? Onu yaxşı qarayamadım. Leon'si. Ben onu yaxşı qarayamadım. Oldu. Oğlan. Vay, 822, 520 bir məhbət tanışmışın işletibatımız. Ha,
Ha. Jinoyatchi bo'lsa biroz gap tuting. Men Chojin. Tağıçı hech qanday jipuch tepilmedi. Rahmat sizga. So'jang aytib qo'ysangiz, men 2-3 kun dam olganda qilaman. Sizga topshirdim. Ha. Rahmat sizga. Fatih. Biraz ne ketkendi? Fatih. Sakçı. Kan turdu, mana. Fatih cinayetçini işletti. Fatih katık ügütlüğün Afşarka. O asallıkçı adamını işlemeydi. Adam işlegen bolsa, Leyang'ını qo'g'dash uchun ishlagan. Sizga doklad. Ha. Hech qaysi doktorxona yoki saqliqni saqlash punktlari ishchilarga odamni uchratmagan. Shundaqmi? Shundaq. Meningcha bu azning yupish bo'lmasi kerak. Ishning og'ziga qon izlabdan qaraganda jinoyatchining jinoyati yeniga emas taqiladi. Jinoyatchidan xabar bormi? Yo'q. 3 kun bo'ldi, jinoyatchidan hech qanday xabar yo'q. Aldab ep qochgan degan tasavvurimizdan voz kechsak mumkin. Keç gündüz bo'ldi. Tuzuk bir nima yemedingiz. Yo tuzuk uxlamadingiz. Bardoshlik beramiz sizniki. Leonzi, o sade hayatmidi. Yo'q, gapni qilmang. Leonzi. Cho'qim hayat. Agar Leonzi hayatli bo'lsa, jinoyatchi cho'qim bir nima deydi. Ya pul deydi, ya boshqa bir narsa deydi. Nemishqa bundoq kelishmasak, bizning ishimiz qilib keladi. Ya bizga yomonlik qilmasa. Tushundim. Birdan yetib edim. Ben Sakçı Nazareti'nin tashqi ishlar bo'limidagi shovchi bo'laman. Sakçı nazareti tashqi ishlar bo'limining nima aloqasi? Hozir tekshirish bosqichida turyapmiz. Shunga hozircha sizga bir nima deyolmayman. Lekin men sizdan qizingizga doir ba'zi ishlar so'ramoqchi edim. Endi degidek gap qolmadi.
Saqchilar nima qilyotgandi? Biz 3 kunni natijasiz qurib saqlash bilan o'tkazdik. Jafo chekdingiz. Mening so'ramoqchi bo'lganim anzi to'g'risida emas. Balki qizingizga munosabatli ishlar. Anglash sezimi g'ayri? Agar siz pushtakni chalsangiz, qizingiz anglay olamdi. Sizning chilayotganligingizni bila olamdi. Albatta biladi. Har kimning pushtak chilishi bir-birinikiga o'xshamaydi. Men chilish usulini qizimga deb bergan. Qizingiz sizning chilayotganligingizni bilsa, o'zimi chilib sizga javob beraman. Menimcha javob berdi. Ondaqda pushtak ovoz chiqqan tarafga boshlab mangamdi. Siz qizimning boy yerini bila olamdi demoqchimi? Ha. Lekin pushtakni nega berib chalaman? Balkim qizim bu chaqqicha Bundaq bo'lishi ehtimoldan jiroq. Nimishqa? Nima uchun? Bir nim deyolmayman. Lekin masalaning tugini qizingizning xotirasini yo'qotganligida. Bu gapcha u aytganda Mening qiyosim. Men hozircha sizga shunchalik deb turay. Pushtakning ovozini anladim. Liangzi chivatdi. Liangzi chaqirvatdi. Shunza, o'zingizni tuting. Shunza. Liangzi cho'qib qaytib keladi. Mushu yerga qaytib keladi. Lekin hech bir natijasi bo'lmasa, boshimda quruq saqlaveramdi. Ya Liangziga ish qilib beramisak, nima shok ketdi bu?
Ben isteyemem. Yalnızını izleyemem. Onu çokum tapımam. Saqçığa havalı qığınız yaxşımı ekan? Özünüz izleydi atamsız. Hayalimning ko'nglini desam. Endi saqliq ichidagi muqamida. Ko'nglingizni men tushunaman. Natija chiqmasligi mumkin. Lekin men bir dod istirib faqat taqat qilib tura olmayman. Menga ruxsat bering. Uqdim. Shirkat tarafga men amal qilay. Ondan menga yordam qiling. Şirketning mashinasidan birini menga olib berib turing. Bo'ladi. Rahmat sizga. Biroq, nishoningiz bormi? Yo'q. Do'pon savdo shirkatining o'ldirilgan xizmatchisi Shini ayol bilan ko'rishib boqay deyman. Do'pon savdo shirkatining? Sizning Do'pon savdo shirkati bilan bog'lanib qolganingizni. Qiziq ish. Qizınızını baldırak deb o'ylashingizga tilakdoshman. Rahmat sizga. Hadi, sen bir şey durup dur. Men ətə Şiye'nin cəsəd külünü elib, onun yurtuğa barmaqçı. Yoldaşınızdan nima uchun o'ldirilganligi to'g'risida hech qanday ipuch deb bilmadimi? Shundoq. Nemish uni asbasqan o'rmonga borgan tikin. Sababini hech uqamadim. Şiye Do'pon savdo kooperativida nima ish qiladi? Tekshirish ishxonasida ishlayman deb o'tadi. Menmi toza bilmayman. Biroq yaqinda bir haftada toza aldirash bo'lib ketgan. Uyg'urmi kesh qaytadigan bo'lib qolgan. Siz menga Şiye'ning shirkati yaqin etadigan kishilardan birasining ismini aytib bera olamsiz? Tekshirish bo'limidagi Shangten bilan yaqin o'tish kerak. Ismi Shangten Jiyelang. Kaçıncı qavatga chiqsiz? 3-qavatga. Rahmat. Saqchilarni tegitakini ko'p surishtirdi. Ko'nglimdagini desam, Şiye efendi o'ldirildi. Yani kelib etib o'ldirildi. Buning sababi to'g'riliq bir nima deyish tez. Shangten, bu shaxsiy turmush sababimi bu? Nayda aniq. Uning shaxsiy adovati bo'lishi kerak. Xizmat sababidan odam o'ldirish bu mumkin emas. Savdo kooperativ sababidan degan gaplar kelsak, bu butunlay gazetlarning o'ydirmasi. Şiye nima ish qiladi? Bu korxonamizning mahbatligi. Buni sizga deyolmayman. Apo qiling. Başaga so'z etsak, mening boshqa ishlarim batdi. Ko'p vaqtingizni oldim. Kechiring. Sizga yordam qilolmadim. Hancı!
Sence? Ümit qalmadı. Ati. Bunu qilmoqchisan? Sence konar mı? Ben aldap erkekliğe yalnızın tatsı bulman. Benim kızım nerede? Nimiş? Gepini düşünemedim. Sen kızını aldap etmağınında işçinin okuluğun çizilağın o demen. İştiğisini unutmaptı. Şu yolu tostu. Yürü, sakçı var mıyız? Yürü, tez bol. Menimce sakçı verişimden ağaç yok mu ki? İşçili olmaklık bilenler senin kızını ben aldap ketken bulurum mi? Bu asassız gebe emas bu. Şulukunu bak. Ati sen turuptur. Ben çocuğum. Ben kızını aldap öpketken cinayetçi taptım. Derhal doğumuzakçı mekanizde tenti sonbusa dokunat kılın. Sence konar öyle mi? Konar öyle yok. Siz onun apısı mı? Şundak. Konar öyle yok. Yalğan! Yerleri qaytıp gelgen. Hata körüp kapsıla. Menin oğlum hizmet bilen bu. Yakındım bu yan öyle kep takmadı. Onun kırıp ketkenligini öz gözüm bilip gördüm. Sile, kim bol sile? Kaçırım. Taqçı. Konarga nim boptu. O menin kızımni aldap ep ketipti. Asassız gapni qilmag'ingiz yaxshi. Saqchi, siz de pekmi? Mening o'g'lim nemishqa bu yoqni qizni aldab ep ketgidek. Mening o'g'lim birinchi daraja sud kooperativning ko'z ko'ringan xizmatchisi bo'lsa, agar gumonlansanglar, uyimni aqtirib ko'ringlar.